Uni oldingmi? Ha, hozir yetkazib berishdi. Bu nima? Kompas. Afzalligi nimada? Har xil paranormal holat va anomaliyalarni topib bera oladi. Arvoh, maxluq va shunga o'xshash narsalar albatta. Uni ishlayotganini qayerdan bilaman? Agar hech narsani sezmasa shunchaki qimirlamaydi. Lekin u hozir tinmay aylanyapti. Nima? Bo'lishi mumkin emas. Uni aylanganini hech ko'rmagandim. Bu gaping bilan bu nimanidir sezdi demoqchimisan? Ha, ehtiyot bo'l. To'g'risi men ham bu narsaga ishonishga xohlamasdim, lekin bu juda ham qadimiy narsa. Bu to'xtadi va bir tomonni ko'rsatyapti. Yo'q, xudoyim, bu yomon. Faqat qo'rqmaslikka harakat qil. Ortiqcha harakatlar qilma, meni eshit. U tomonga borma, eshigingni qulflab, biror joyga yashirinib ol. Bu hazil emas. Har xil ovozlarga e'tibor berma. Agarda isming bilan chaqirishsa, nimani? O'zimni. Tushunarli, demak rost ekan. Ha, bu anomaliya 47. O'z aksini ko'rish. Bu oddiy narsa emas. Xullas, bilan tutishni yagona. Nima? Alo. Telefon o'chib qoldi. Necha sensiz yotaman, seni boshdan otaman. Bo'ldi, tugataylik, o'zim qo'rqishni boshlayapman o'sha. Blin, endi zo'r joyga kelgandik-da. 50 ming like bo'lsa davomini qo'yaman.